Assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi mebelni obzor qilib beraman. Xudo xolisa chiroyli qilib. Buni tepalarida antresollarigacha bor. Xo'p, spaniga keladigan bo'lsak, spanigimiz razmeri tumbichkadan tumbichkaga doğru 2.75 joyga tushadi. Svetliniylari ham 3 xilda svetni yonadi, soatlarigacha bor. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Boshlamonlari ham masharka bo'lgan. Ichida tumbichkaning ichida polkalarigacha bor. Xo'p. Matrasimizning razmeri 220 ga 1.70 lik. Bu oyoq tomonida sofalarigacha bor. Ko'rishingiz mumkin. Hop, trimosiga keladigan bo'lsa, trimosi ham bitta sxromli ishlangan. Davchi tortmalar. Bu ham svetlari, ключательlarigacha bor, aynagina. Trimoyimiz 1.30 joyga tushadi. Hop, shkapga keladigan bo'lsak, shkapining razmeri 2.35 ga 2.40. Bu antresolli ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. Mana antresollik o'rtasi. Mana sef polkalarigacha bor. Sef polkalarigacha bor. Ishimiz xudo xolisa behijolat, 100% to'g'ri kilometrda bo'lgan. 3 ga bo'linadi, uyga olib kirib chiqqani qulay. Hop. Bu ishimizni vodiy bo'ylab dastlabkasi 8,5 millionga olib borib qo'yib beramiz. Agar kimga qiziqarli bo'lsa, video tagiga nomerni qo'yib qo'yamiz. 24 ga 7 xizmatlaridamiz, aloqaga chiqarasizlar. Va yana kanalimiz yangiligi uchun podpiska, like bosishni unutmanglar. Rahmat.